qayerda gunoh qilgan bo'lsangiz ham haqiqiy tavba qiling, Alloh taolo kechiradi. Bandalarni huzurida emas, Alloh taologa haqiqiy ruku qiling, haqiqiy sajda qiling. Ey Robbim, men adashgan ekanman. Shu xatolik, kamchilikka men yo'l qo'ygan ekanman. Seni mag'firating keng. Sen kechirmasang kim kechiradi? Jannat, do'zax seniki, dunyo oxirat seniki. Sen o'zing meni gunohlarimni yashirding. O'zing gunohlarimni kechirmasang kimga boraman deb mahkam tavba qiling. Yalining, yolvoring, so'rang Alloh taolodan. Shunda Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirida innalloha yaghfiru zunuba jami'a dedi. Alloh taolo hamma gunohlarni kechirib tashlaydi. Va yana oyat davomida innahu huval g'afurur rahim. Eng kechirguvchi va eng rahimli bo'lgan bu Alloh subhanahu va taolo.